Assalomu alaykum. Yaqinda mol tilidan retsept joylagandan so'ng ko'pchilik qo'y tilidan ham retsept joylashimni so'rashdi. Shuning uchun bir vaqtda qo'y tili va qo'y go'shtini yumshoq, mazali va foydali tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib qo'y tilining ustidan qaynoq suv quyib, ustidagi po'stlarni shilib tozalab olamiz. Endi ovqatimiz yana ham mazali va chiroyli chiqish uchun ustidan surtadigan marinadimizni tayyorlab olamiz. 1 dona piyoz, 2-3 dona sarimsoq piyoz, yarimta pomidor, dungan qalampiri, ziravorlardan quritilgan archa yoki rozmarin, paprika, kashnich, zira, tuz hamda yog' solib yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Marinadni sal tuzliroq qilishni maslahat beraman, sababi payti tuzi kamayadi. Til hamda qo'y go'shtini qo'l qismiga marinadni hamma yog'iga surib olganimizdan so'ng mantiqa qonga suv solib, sho'rvasi uchun o'zi yoqtirgan sabzavotlar qolgan qavatlariga go'shtlarimizni saqlab olamiz. So'ng mantiqa qonni olovga qo'yib, suv qaynab chiqqandan so'ng o'rta olovda 3 soat davomida pishirib olamiz. Ovqatimiz pishish vaqtida suv kamayib ketsa, suv qo'shib turishni unutmanglar. Farqini bilish uchun bir qism tilni oddiy suvda qaynatib pishirdim. Bu usulda pishgan til yoqimsiz hidlari ketib, yumshoqqina va juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ovqatimiz videoda ko'rsatilgandek qilib suzib olamiz. Tegi sho'rvalari ham juda ham mazali chiqadi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasanglar xursand bo'laman. Buvijon, siz bop ovqat qilib keldimi? Voy, baraka top bo'lam. Bismillah. Juda mazali. Bunaqa mazaliqni yemaganman. Osh bo'lsin buvijon. Sog' bo'lgin bolam.